Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda do'stlar, sizlar bilan mana shunaqa Coughing Dancing Mega Battle yo'nalishi bo'yicha video tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bugungi talab istaklarimizga muvofiq videoni telefonda olishga qaror qildim, chunki juda ko'pchilik aka kompyuterda qilib tushuntiryapsiz. Bizda device'imiz telefon, shuning uchun ham telefonda ham darslik qiling, yangi kiruvchilar, noldan boshlovchilar, novichoklar uchun easy osonroq bo'lsin deyishgani uchun bugun telefonda qilishga qaror qildim. Xo'sh, shundan oldin mening Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, Telegram kanalim mana shu YouTube kanalimning bio qismida turibdi. O'tib prosta podpisatsiya qilib qo'ysanglar, foydali ma'lumotlar, juda ham kerakli bo'lgan narsalar va siz uchun juda ham kerak bo'ladigan va mana shu bugungi videomizning instrumentdagi o'rgatilgan o'sha green screenlarni ham baza kanalimizdan olishingiz mumkin. Baza kanalda esa mana shu videoda Telegramimizda pastida joylashtirib qo'yganman. Tezda videoga qaytsak, xo'sh, endi biz bunaqa videolarni qayerdan olamiz? Birinchi ochratda e'tibor bersalaringiz, populyarность bo'limida turibmiz. Populyarность degani endi eng ko'p ommabop bo'lgan videosi, ko'p ko'rilgan videosi. E'tibor bersangiz bu yerda Kpop Demon Hunter, Kpop Demon Hunter haqida ozroq ma'lumot bersam, Kpop Demon endi bilmaganlar uchun bu yaqinda chiqqan o'sha multfilm. Multfilm deymizmi, muzika deymizmi, umuman bir shunga o'xshashroq narsa. Xullas bu koreyslarga tegishli juda ham ko'p prosmotr olyapti. Hozirgi yoshlar orasida juda trendda. O'sha Yevropa mamlakatlarida, masalan, Amerika, Yevropa. Xullas mana shu trend. Endi shuni o'sha Coughing Dance videolaridan foydalangan holatda bularni ranglarga bo'yab video qilgan. Xo'p, bugun sizlar bilan xuddi shuni qanday tayyorlashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga albatta CapCut programmasi kerak bo'ladi. Bu o'sha montaj uchun ishlatiladi. Mana pastda sozda tugmachasi ustiga bosamiz va kerak bo'ladigan o'sha videolarni tanlab olishimiz kerak. Xo'p, misol uchun men mana bu birinchi videodan boshladim. Любой bitta videoni kiritib olasizlar. Xo'p, mana shu video, misol yana ustidan boshqa videolarni ham qo'shib olamiz. Misol mana bu videoni. Bu Coughing Dance videolarini esa sizlar albatta bizning Telegram kanalimizning bazasidan topishingiz mumkin. Xo'p, pastga tushirib oldim. Xo'p, yana bitta shunday qo'shamiz bu yerdan david qilib. Xo'p, hamma videolarni qo'shib chiqamiz uni. 3 ta video. 4-chi videoni qo'shamiz, mana bu videoni. Xullas, mana bizda 4 ta video bo'ldi. Xo'p, bularni endi biza kichraytirishimiz kerak. Mana bu kichraytirib olsak ham bo'ladi. Misol uchun mana videoni kichraytirib olishimiz kerak. Xo'p, men hozir buni eng oddiyroq uslubi bilan ko'rsatib beraman. Mana shunaqa qilib ushlab kichraytirib qo'yib chiqasiz mana. Bu yerda misol men 4 ta videoni olganman-ku. Bu esa e'tibor bersangiz bitta videoni 4 xil variant qilib yasagan. Buni ham asas juda oddiy. Misol uchun o'sha videoni ichiga kirib olish kerak. Misol mana shu video. Mana videolarni esa udalit qilib, mana shu videoni joyidan screenshot olasizlar. Mana ko'pchilik biladi screenshot olishni. Screenshot olib buni kesib olamiz mana shu joydan. Mana. И готов. Сохранить qilamiz. Qaranglar, bo'ldi. Biz o'sha videomizni o'sha screenshotini oldik. Xohlasanglar screenshotni, xohlasanglar o'sha videoning ustidan ham. Xo'p, mana endi buni biz bo'yashimiz kerak. Qanday bo'yaymiz? Mana shu yerdan Настроить degan joy bor. Настроить ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda mana filtrdan bo'yasak bo'ladi. Misol uchun mana eng oxirrog'iga o'tsak, mana alternativa degan joy bor. Bu yerdan bo'yasak bo'ladi. Misol mana ko'k bor, xohlasalaring. Bu yerda mana bunaqa rang bor. Hozir salgina bu joy o'zgargan, ya'ni ko'pchilik bu yerdan ham qilmayapti. Men sizlarga hozir boshqacha joydan ko'rsatib beraman, sprosit. Xo'sh, uzr do'stlar, telefon bo'lib qoldi. Shunga hozir uzilishlar bo'ldi. Xo'sh, biz mana buni tanlab olamiz. Undan keyin mana yerdan Настройтga bosamiz. Настройтga bosganimizdan so'ng mana shu yerda query deb yozib qo'yiladi ruschasiga. Mana shu ustiga bosgandan keyin mana qizilni tanlaymiz. Misol qizil tepaga o'tsak, qizil rangga bo'yaladi. Pastga tortsak ko'kroq bo'ladi. Ya'ni buni buzib qo'ysak, mana sbros degan joy bor. Sbrosga bosib подтвердить qilamiz, buni qaytaradi joyga. Yashilga tortamiz uni. Yashil qilamiz. Ikkita rangdan birdan foydalanamiz. Misol yashilni tepaga tortdik, qizilni pastroqqa tortdik yoki teparoqqa. Umuman olganda
Bu sizlarga prosta tushuntiryapman. Yaxshilab e'tibor berib, chiroyli qilib tuzishga harakat qilasizlar. Xo'p, mana yerda ko'k bor ekan, ko'kni tortib ko'rasizlar. Bo'lmasa, mana. Xullas shunaqa qilib 4 ta rasmni chiqarib olamiz. Mana buni bitta qildik. Xo'p, buni bu yerdan ham bitta screenshot olamiz va bu rasmni ham chiqarib olamiz. Xo'sh, bu rasm ham ketdi. Undan keyin esa bu tezlashtirilgan kadrda sizlarga ko'rsatiladi. 2000 years later. Keyingi do'stlar, biz preview tayyorlash bo'limidamiz va biz uchun albatta Canva yordamga keladi. Xo'p, Canvadan ro'yxatdan o'tib olamiz. Masalan, через Google orqali продолжить или bitta akkaunt tanlaymiz. Xo'p, ruxsat beramiz. Ruxsat berganimizdan so'ng bizga Canva ishga tushadi. Bu yerda siz unaqa Face ID yoki barmoq izi bilan o'tishdi dedi. Bojeni bosasiz. Xo'p, undan keyin biz albatta bu yerdan Sozdatga bosamiz va bu yerga qidiruv bo'limiga YouTube deb qidiramiz. Xo'p, YouTube deb qidirgan keyin men miniatura Dilia YouTube ustiga bitta bosamiz va bu yerda bizga mana shunaqa oyna ochiladi. Ana endi biz bu yerda previewlarimizni joylashtirib, unga ozroq ishlov berishimiz kerak. Pastdagi bo'limlardan загрузкаga o'tamiz va загрузка file или устройство media va shuni ustiga bosib, boya biz qo'shmoqchi bo'lgan rasmlarni qo'shib olamiz. Qo'shgan rasmlarimizni esa ketma-ketlikda joylashtirib chiqamiz. Bular 50%, ya'ni mana chiziq, mana e'tibor beringlar, chiziqqa to'shni tushishi zarur. Undan keyin bu. A few moments later. Ana endi e'tibor bersalaring, ularning videosiga chiziqchalar bor. Bu chiziqchalarni ham hozir qanaqa qilib qo'yishni ko'rsatib beraman. Element bo'limiga o'tgandan keyin mana chiziqcha. Mana shu ustiga tanlaymiz va buni mana shunaqa yurg'izib chiqamiz. Va buni kattalashtirsak bo'ladi. Stil degan joyga bosib, buni sal kattalashtirib olamiz. Va rangini oqqa bo'yaymiz. Svet mana shuni ustiga bosamiz va sal teparoq ochsak, mana oq bor. Plus bor, mana tepada chiqib turibdi. Ustiga bitta bossak, buni kopirovat qiladi va 90 gradus burib olamiz. Bo'ldi, bizda preview tayyor. Agar xohlasalaring, mana bunday chetlariga ham qo'yib chiqsalaring bo'ladi. Sal chiroyliroq formatda video qiladi. Bularni ham chetroq qo'yib chiqamiz mana. Xo'p, bu yerdan bitta olamiz. Uzr, bo'lib ketdi. Bu yoqqa joylashtiramiz, yana bitta va bizning previewimiz tayyor. Tepada загрузкаga bosamiz va bu yerdan сохранитga bosamiz. Sразу bu bizning galereyamizga mana shu narsani tashlab beradi. Biz разрешить bosamiz va mana сохранить изображение ustiga bitta bosamiz. Bizga mana skachat qilib berdi. Tamom do'stlar. Endi bizning previewimiz tayyor. Endi biz montajga qaytamiz. Xo'sh, biz montajga qaytdik. Ana endi biz bu yerdan previewimizni qo'shib olamiz. Uni qo'shganimizdan keyin buni biz bitta ozroq edit qilamiz. Qanaqa? E'tibor bersangiz, mana bu yerda plyuscha turibdi, mana. O'ng qo'l o'rtada turibdi. Mana plyus. Bossangiz, mana bu tochka yonadi. Buni kichraytiramiz, masalan, mana shuncha. Taxminiy 2 sekundga olib kelib kattalashtiramiz va mana shu joyga kelgan payt polni kattalashtiramiz. Ana endi bizani keyframe bilan ishlagan videomizning stili. Bunaqa keladi. Buni yana cho'zib olamiz va bu yerga kelgandan keyin green screendan foydalanamiz. David qilamiz. Video bo'limiga o'tamiz. Misol, любой green screen. Mana ready go. Bu screenni qo'shamiz va bu yerdan udalить fon и chroma key. Buni yashil fonga to'g'irlaymiz. Птичка beramiz и mana. Ready go bu portlaydi. Mana bu kerak joyini kesamiz. Undan keyingi bo'ladigan bizning yo'limizda bu yerga misol uchun bularning Coffee Dance videolari boshlanishi kerak. David qilamiz va men baza kanalimga tashlagan Coffee Dance'larni olib, bu misol tariqasida bittasiga joylashtiramiz. Mana. E'tibor bersangiz, bu video boshlandi. Ammo biz ozgina bunga vizuallik qo'shamiz, ya'ni salgina videomizni professional ko'rinishga olib kelamiz. Bunga tanlash degan bor. Buni hamma green screenlarni men o'zim tashlab qo'yaman. Baza kanalga mana shu yerdan
udali fon, yana chroma key va mana bu yer tanlaymiz. Mana tanlaganlaringizdan so'ng bunaqa ptichka bo'lib chiqyapti. Buni esa misol uchun mana boshlangan video ustiga olib qo'yamiz. Mana ready go ptichka bu yerda tanladi. Tanlagandan keyin video boshlandi mana. Mana shu yerga kelamiz, videoni ushlab bu yerda kesib tashlaymiz tepaga chiqarib qo'yamiz mana. Bizning videomiz tayyor mana. Bitta videomiz ketdi. Bu tanlandi. Tepadagi glavniy previewni cho'zib olamiz. Uzoqqa, taxminiy 4 daqiqa va kichraytiramiz. Mana e'tibor beringlar, bu tugagandan keyin bu rangiga moslaylar. Mana bu ko'k bo'lsa, video ustiga bosasizlar. Bu yerdan nastroyit har doimgidek, keyin bu yerdan sal o'tsalaring, mana yerda query deganga bosamiz. Misol ko'k edi, ko'kni tanlab, ko'kka bo'yaymiz mana. Ko'k qilamiz xolos. Mana. Ko'k qilamiz все, bizning videomiz ko'k bo'ldi. Xuddi shunaqa. Undan keyingi videoga ham mana yerdagi tanlayotgan mana buni kopirovat qilishni o'rgataman. Mana pastdan sozdать kopirovat. Buni olamiz va buni ketma-ketligi deb qo'yamiz. Tugagandan keyin mana yoniga va bu tanlagichda misol pastga tushiramiz yoki bunga qo'yamiz mana. Bunga qo'yamiz. Bundan keyin buni kafing dansiyasi boshlanadi. Lekin e'tibor beringlar, men 4 ta har xil kafing dansiyalardan foydalanyapman. Sababi biz bitta videodan ko'p foydalanib, повторение yemasligimiz uchun. E'tibor beringlar do'stlar. Xuddi shu narsaga e'tibor berib ishlashlar zarur. Mana buni tanlab bu ketadi. Bu yo'q shunaqa ketma-ketligi, yana bitta mana shunaqa kopirovat qilasizlar. Xohlasalaring boshqacha green screenlardan foydalaninglar. Men o'zimda borlardan foydalandim. Mana bunaqa ptichka tanlaydigan, misol uchun, mana ptichka tanlaydiganlardan foydalansalaring bo'ladi. Misol uchun, hop, buni ham orqa fonini udalate qilamiz. Chroma key mana shu tanlaymiz. Hop, udalate qilmadi. Hop, chroma key mana. Bu tanlaydi. Mana to'g'ri degan narsa, mana bu noto'g'ri mana. Xohlasalar mana klik topib kelasizlar. Noto'g'rini tanlattirasizlar. Mana hozir klik topib kelaman. Xo'p, klik endi mana bu tanlagich, mana tanlab ketgan qo'l. Buni kopirovat qilib olaman va buni bu yoqqa o'tkazib, misol mana shu yerdan qo'yaman. Undan keyin mana bu yoqqa qo'yaman. Bu tanlaydi, mana buni tanlaydi, misol to'g'ri beradi. To'g'ri bergandan keyin to'g'ri joygacha kesamiz. Mana endi qaranglar, e'tibor beringlar videoga. Tanladi to'g'ri. Любой bittasini tanlatib, noto'g'ri, keyin yana boshqasini tanlatib to'g'ri qilsalang bo'ladi. Misol uchun buni salgina cho'zsak, noto'g'risi ham bor mana. Noto'g'ri mana. Noto'g'rini bu yerdan kesib ana qolamiz. Bu to'g'ri esa mana yerda turadi mana. Mana delete qilamiz o'rtasini, buni olib kelib, buni o'rnini almashtiramiz mana. Noto'g'ri. Keyin mana yerga klikni yana tashlaymiz. Mana tanlagich qo'ldi. Buni ushlab pastga tushiramiz. Misol buni tanlaydigan qilamiz to'g'ri deymiz mana. Noto'g'ri deymiz mana. Xo'p, buni to'g'rini bu yoqqa o'tkazamiz. Ozgina xatoga yo'l qo'ydim. Buni esa pastga tushiramiz. Xo'p, buni kamaytiramiz. Hozirroq mayda kichiklashtiramiz, mana orasiga qo'shishimiz uchun. Hop. E'tibor bering. Tanladi, noto'g'ri. Bu yoqdan yana tanlashga boryapti. Bunga to'g'ri beradi. Undan keyin esa ketidan plyusni bosib, bitta videosini olib qo'yamiz. Misol mana bu video. Shunga to'g'ri bo'ldi, to'g'rimi? Bunga ekan. Pushti rangga bo'yab qo'yamiz. Mana tamom. Mana shunaqa davom etaveradi. Xohlasalang mana shunaqa salgina boyitibroq videolar yasasalang bo'ladi. Shu bilan videomizni chiqarib olamiz. Videoda ishlatilgan nomni ham Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Xo'p, video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, bemalol mana shu YouTube kanalimda, Telegram kanalimga o'tib, menman, menga men bilan murojaat qilishingiz mumkin. Qayerda tushunmay qollaring, bemalol batafsil yozib qoldirishlaring mumkin. Men tushunganimcha sizlarga
to'liq yanada tushuntirib yuboraman. Agar video topish yoki boshqa narsalarda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, albatta menga murojaat qiling va kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar.